Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi darvozamiz xudo xolasa bitdi. High-tech fasonda ko'rishlar mumkin. Kraskalar sepilgan. Nержавейкаlarni yopishtiramiz xudo xolasa. Betlariga, dumaloqlariga, ruchkalariga xudo xolasa. Ertaga ustanovka. Hop, ranglariga kelsak, gruntovka sepilgan, mokra asfalt kraska. Matvilak xudo xolasa. Ramkalari mana. Ular ham tayyor. Ertaga xudo xolasa ustanovka jarayonlarini qo'yib qo'yamiz. Eshikchasi ko'rishlar mumkin. Nержавейкаlarni yopishtiramiz. Ertaga xudo xolasa ustanovka jarayonlarini ham video qilib tashlab qo'yamiz. Bu отдельный kletka eshigi. Buni ham xuddi shu stilda qilib chiqarib qo'ydik. Bunga ham nержавейкаlar yopishtiriladi. Ramkalari. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, naves, valish, besetka, rishotka xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Chiroyli qilib like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.